Zaqum daraxti qayerda o'sadi va kimlarning taomi? Arabistonda o'sadi. Yo'q, zaqum daraxti. Zaqum daraxti qanaqa? Qanaqa daraxt bilmayman. Zaytun daraxti. Zaqum. deya. Zaqum. Zaytun ya, zaytuni bilmayman. Zaqum daraxti? Zaqum degan daraxt bor, ya'ni u kimlarning taomi? Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, hurmatli kanalimiz a'zolari. Yana yangi mavsumda diniy savol-javoblarimizni yangicha talqinda olib boramiz. Bismillah, boshladik. Nimada bo'lsa kerak? Arabiston umralarida bo'lsa kerak. Zaqum daraxti Arabistondami? Zaqum daraxti qayerda o'sadi va kimlarning taomi? Zaqum do'zaxda bo'lishi kerak. Do'zaxda. Xo'p. Va Do'zax. kimlarning taomi ekan? Do'zaxga tushganlar bo'lsa. Ya'ni do'zaxiylarniki. Конечно. Aka, aytdim siz bilasiz deb, savob oling, charchamang. Xo'p, sizga homiylarimiz tarafidan sovg'amiz bor. Kitobimiz bor, qarang. Bu homiylarimiz tarafidan sizga sovg'a. Mana shu kitobni olasizmi, qaysi kitobni olasiz? Aka qo'ya olmadinglar-da, olmaydi. Aka. Alloh rozi bo'lsin. Aka, charchamang, ishingizga omad. Yo'q, qarang, variant beraman. Birinchi variant Saudiya Arabistoni, ikkinchi variant Turkiya, uchinchi variant jannatda, to'rtinchi variant do'zaxda. To'rtta variant berdim sizga. Mana shu variantlar mana shu javobni qolasiz. Topdingiz, deyaman lekin uzr. Alloh rozi bo'lsin qatnashganingiz.